Qani qolganlar? Abid 12'da. Aha. Onda chiqib ketmish kerak. Yo'q, bo'ldi aka, muammo yo'q. Shungacha nima dokumentatsiyani to'g'rilab bera oladi. Ha, выпискani polni, выпискani polni yozib berishadi. Tezlatibmi? Ha, yo'q, bugun yozib, bugun beramiz sizga aka выпискani. Bo'ldi, ana o'rtog'im keladi. Ha, sizga dorilarni polni hammasini biz yozib beramiz. Bolalar tushuntirib qo'yadi aka, qachon, qanaqa, hammasini licheniyani polni tushuntirib qo'yadi. Licheniyani qilamiz. Xudo xolasa operatsiya zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldimi? Zo'r bo'ldi, bir uxlab turdingiz, o'zi ham yengil. Tushirsangiz hammasi tugagan ekan. Yo, oxirida turdim, lekin ozgina Bo'ldi. ishladingizmi? Bo'ldi. Xudo shifo bersin aka, gaplashamiz. Ana, prostataga ham yozdingizmi? Albatta. Xudoga shukr, operatsiyalarni o'tkazdik, konsultatsiyalar bo'ldi. Hozir bemorlardan xod qildik. Uje kech tushdi, lekin 4 bor yeb keting deyishdi, o'tdi deb yeb ketyapman. Shirin odamga shirinliklar yarashadi. Hayotimiz doim shunaqa shirin bo'lsin. Sizlarning hayotinglar ham shirin bo'lsin.